Assalomu alaykum, Hunarmand Xiva YouTube kanalining obunachilari. Bugungi ustanovkamiz Shavot Tamojniy, Turkman Tamojniy tayindagi Nurbek akamizni o'ylaridan 2 dona shtabli qarshi analisti, original zamokli, stimul zamok, tretskiy чистый, любой tekshirtirishingiz mumkin. 2 dona ustanovka qildik. 4 mush variantdagi korona naushnik. Yana ko'rishingiz mumkin. 4 ta shtablik bo'ldi. Bular esa mana kvadratini 1.150 dan ishlab berdik. Balanti 2.25, eni 90'lık bo'ldi. Bu ham shunday yana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir remont bo'lib turgani uchun ozgina akkuratni ishlab turibdi ustalar. Rejani bosib ustini rasmlarni tashlab, izini rasmlarni qo'ygaman, bemalol ko'rishingiz mumkin. Buni aynalizi 300 ming so'm bo'ldi. Adden hisoblanadi eshitdi narxining aynalizi. Bunday variantdagi qarshi bo'rtma bo'lgan bo'lsa yana. O'shalarga e'tibor beringlar, qarshi bo'rtib chiqsa qimmat aynaliz bo'ladi. Bu narsa esa boshqa ustuna qo'yiladigan aksessuarlar bor shuning uchun. Simlari bo'ladi, keyin beri sari, beri oq bo'ladi. Bular aynalizchilar bilan kelishib, xohlasangiz svetda, xohlasangiz go'y, xohlasangiz qizil, o'zingiz dedingizga bog'liq. Ko'p odam ishlab o'tiribdi, simli deydi, o'rtasida qarshi yo'q. Buni ham shu narxda olib o'tiribdi. Shularga e'tibor beringlar. Hurmatli obunachilar, yana ko'rib, pastda nomerlarni qoldiramiz. Zakazlarni berishingiz mumkin. Eshikning durish holati hammasi bahorasi joyida. Avvalambor xudo hammasi rushnoy mehnat, qo'l mehnati bo'lgani uchun eshiklarimizni xudo xolasa fabrichniy rossiyskiy eshiklardan qolishmaydi. Rossiyskiy eshiklar bilan buni farqini aytsam sizlarga, rossiyskiylar sal yengilroq bo'ladi, ham muddati qisqaroq bo'ladi. Biz shuni o'zlashtirib, mahalliylashtirib, sal yaxshiroq variantda ishlab turibmiz. Ham pul ham qimmat bo'ladi ularni. Har bir narsa o'zini pulini loyiq. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasizlar. Asa sog' bo'linglar, boy bo'linglar. Hamisha o'ylaringizda yaxshi kun, to'y tomosha bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar.